Sport kuni dasturi davom etadi. Dasturimizni Salomatlik va strategik rivojlanish instituti bilan hamkorlikda tayyorlamoqdamiz va bizni yonimizda doimiy mutaxassisimiz Salomatlik va strategik rivojlanish instituti boshqarma boshlig'i Tibbiyot fanlari nomzodi Feruza Tahirova bo'lib turibdilar. Yana bir bor assalomu alaykum Feruza opa. Navro'zingiz muborak bo'lsin avvalo. ayyomlar bilan. Assalomu alaykum. Katta rahmat. Ko'rganimdan xursandman sizlarni. Juda ham biz ham. Navro'z bu o'zgacha bayram, o'zgacha fasl, bahorda nishonlanadi, ko'katlar chiqadi, o'zgacha taomlar bo'ladi. Bu fasl insonlarga menimcha pozitiv ta'sir ko'rsatadi, to'g'rimi Feruza opa? Albatta. Chunki bahorda quyosh nurini jadalligi ko'payadi. Quyosh nuri ta'sirida bizda terimizda D vitamini sintezlanadi. D vitamini bizga o'sha kuch-quvvat, qanaqadir ham psixologik foyda beradi. Qolaversa daraxtlar gullaydi, hamma yoq yam-yashil bo'ladi va Albatta va bilasizmi, quyoshli o'lkada yashayotganimiz bizni chehramizda ham shunday namoyonda. Ko'p yomg'ir yog'adigan hududlarni, insonlarni kuzatganmisiz? Ular kam tabassum, qandaydir jiddiyroqlarmi? Lekin bizda mana o'zingiz kuzatsangiz, tabassumli, yuzda shu kulgisi bor chehralar juda ko'p. Bu quyoshdan, shundaymi? To'ppa-to'g'ri. Bu ilmiy asoslangan. Shimoliy hududlarda yashaydigan insonlarni o'zini tutishi sal sovuqroq bo'ladi. Janubiy sohillarda istiqomat qiluvchilar ko'ngli ochiqroq va har doim siz aytgandek kulib turishadi. ko'ngli ochiq, tabassum qiladigan xalqimizni o'ziga xos taomlari ham bor, ya'ni bayram taomlari. Bugun aynan bayram taomlari, bahoriy ko'katlar va ularning foydalari haqida gaplashsak, Feruza opa. Bajonidil. Demak, qaysi taomdan boshlaymiz? Nargiz opa, endi taomlarni siz yaxshi bilasiz. Albatta, so'zsiz. Navro'zning asosiy shoh taomi deymiz bu sumalak. Sumalakni esa vitaminlarga juda boy, quvvat beruvchi deymiz. Uni ustiga yana aynan yashillik unib chiqar ekan. Biz aynan shuni iste'mol qilishga shoshilamiz. Bu albatta ko'katlar. Bir boshdan keling. Shoh va bayram taomimiz sumalakdan boshlasak. Mana studiyamizda sumalaklar ham bor. Endi sumalakka qanchalik foydaliligini tushunib yetish uchun mantiqan o'ylasak, mana buni o'zini yaratilish tarixi bor, to'g'rimi? O'sha ona bolalarini ovqatlantirish uchun tayyorlagan. Bir narsaga e'tibor berish kerak, bu qadimiy taom, to'g'rimi? Qadimgi bizning ajdodlarimiz bug'doyni butunligicha yeyishgan. Mana har doim aytamiz, bizga juda ham sog'liq uchun muhim bu ozuqa tolalari bo'lishi. Ozuqa tolalari aynan o'sha sayqal berilmagan donni po'stlog'ida bo'ladi. Shuning uchun bu sumalakni tayyorlash jarayonida o'sha bu taom kletchatka, ya'ni ozuqa tolalariga boyigan. Va undan tashqari bug'doyda o'simlik oqsillari bor. Va o'sha B guruhi vitaminlari, boshqa vitaminlar juda ko'p. Shuning uchun sumalakni iste'mol qilish sog'liq uchun foydali hisoblanadi. Lekin bitta narsaga urg'u berib ketar edim. Hozirgi sumalak tayyorlash texnologiyasi ozgina o'zgargan. Qadimgisidan farq qiladi. Albatta. Chunki bu yerda juda ko'p shirinlik qo'shiladi. Mana uyimizda sumalak qilsa ko'ramiz, novvot qo'shiladi. O'sha shirinlik qadimda o'sha shirin maza tabiiy chiqqan. Chunki bug'doy uni bu uglevod. Uglevod degani u oxir oqibat parchalanib glyukozaga aylanadi. Endi glyukoza deb xalqimiz tushunmasligi mumkin. Mana bizda shakar qandimiz bor-ku. Shakar qand bu ichida glyukoza bor va fruktoza bor. Mana mevalarda ham fruktoza bor. O'sha glyukoza bilan fruktoza bu monosaxarid deydi. Ya'ni yakka oddiy uglevod. Tez hazm bo'luvchi uglevod. Shuning uchun u oddiy. Ikkolovini qo'shilgani o'sha biz iste'mol qiladigan qand yoki shakar. Aynan unlarda uglevod bo'ladi va uni qovurish jarayonida xohlasak xohlamasak u parchalangani uchun shirin maza sezamiz. Ya'ni o'sha zanjirlar o'zaro buziladi va glyukoza hosil bo'ladi. Shuning uchun buni tabiiy o'sha ajdodlarimizda qadimda shakar, qand degan narsa bo'lmagan. Shakar qand o'zi 19-asrda ixtiro qilingan va keyin bizga 20-asrda kelib kirgan O'zbekistonga. Shuning uchun texnologiyasi har xil. Shuning uchun men tavsiya qilar edim,
iloji boricha o'sha kam solishi, sumaliligi, shakar, qand bo'ladimi, novvot bo'ladimi, umuman solmasa ham nur ustiga a'lo nur. Shundagina bu sog'lom ovqat hisoblanadi. Lekin yana bir tomoni bor, biz bilamiz, qorin qo'ygan insonlar haddan tashqari ko'p sumalak yeyish tavsiya qilinmaydi. Chunki yana bir bor aytaman, bu uglevod. Qorin qo'yishga moyil bo'lgan insonlar, qorni bor insonlar uglevodlarni haddan tashqari ko'p iste'mol qilaversa, yana ularni semirishga moyilligi ortaveradi. Shuning uchun albatta men tavsiya qilar edim, agar qorin qo'ygan insonlar bo'lsa, sumalakka ruju qo'yishmasin. Ozg'in insonlar iste'mol qilsa bo'ladi. Lekin qanchalik novvot ko'p solinsa, shirin ko'p solinsa, shunchalik bu sog'lom ovqat hisoblanadi. O'zini foydalilik xususiyatini baribir kamaytiradi. Ha. Lekin bizni mahallamizda tayyorlanganda umuman novvot yoki shirinliklar solishmas edi. Shundoq ham juda shirin sumalak chiqar edi. O'ylaymanki, endi bozorlarda balki o'sha savdosi yaxshi bo'lish uchun shirinliklar qo'shilayotgandir, lekin tabiiy o'zini mazasini totib ko'rish bu ham boshqacha. Albatta. Mana so'zimizdan tasdig'i topildi. Shu o'rinda bizda yana ko'katlar hozir mavzuyimizda dolzarb bo'lib turibdi. Ko'k somsalarni birinchi bo'lib dasturxonga qo'yamiz. Birinchi bo'lib shu ko'katlarni har xil taomlarga qo'shgimiz keladi. Xo'sh, bularni foydasi borligi-ku aniq, lekin pishirish jarayonida biz ularni yana qanchalik foydaliligini kamaytiramiz yoki saqlab qolamiz? Juda ham yaxshi savol berdingiz. Nima uchun? Chunki mana bizda O'zbekistonda somsa bu milliy taom. Juda ko'p iste'mol qilamiz. Lekin bitta narsaga urg'u berar edim. Agar inson qorin qo'ygan bo'lsa, unga qatlama somsa ko'p tavsiya qilinmaydi. Nima uchun? Chunki mana har bitta qavatiga yog' suriladi, to'g'rimi? Yog' surilganidan keyin u qo'shimcha yuklama biz uchun. Yana semirishga moyil bo'lamiz. Shuning uchun agar somsa qilinsa ham bir qavatli somsa qilinsa, eng yaxshisi shu. Mana xudo xohlasa bahor keldi, hamma so'qoq tomonlarga somsa yeyishga boriladi, mador somsalar yeyishga boriladi. Shuni e'tibor beringlar, o'sha mador somsalarda bir qavatli xamiri. Shuning uchun albatta qatlama somsalarni kamroq iste'mol qilish kerak. Endi buni ichiga keladigan bo'lsak, men eng yaxshi ko'radigan bitta o'simlik bor, bu o'sha ismaloq, shpinat. Bu juda ham foydali o'simlik hisoblanadi, ko'kat hisoblanadi. Nima uchun? Chunki unda hattoki o'simlik oqsillari ham bor. Biz bilamiz, o'zi oqsillar ko'proq hayvon mahsulotlarida bo'ladi. Lekin o'simliklarda ham bor. Aynan shu ismaloq o'simligida, ko'katida o'sha qolgan vitaminlardan tashqari aynan o'simlik oqsili bor. Shuning uchun ismaloq solingan ko'k somsalarni albatta iste'mol qilsangiz sog'lig'ingiz uchun foyda bo'ladi. Lekin undan tashqari ismaloq o'zini ham iste'mol qilinglar. Mana salatlarga solish mumkin. Shu o'rinda bir nimani aytib ketmoqchiman. Ko'katlarni qanchalik bargi katta bo'lsa, shunchalik foydali hisoblanadi. Mana bizda kashnich, ukruplarni ko'p ishlatamiz. Bularni ko'proq o'sha taomni yasatishga ishlatish maqsadga muvofiqdir. Chunki mana aynan ilmiy tadqiqotlar ko'rsatilganki, shu qanchalik ko'katni bargi katta bo'lsa, shunchalik unda foydali narsalar ko'p. Juda qiziq bo'ldi menga shu narsa. Ha, albatta, hattoki yurak qon tomir kasalliklarini oldini olish imkoniyati bor. Shularni iste'mol qilgan holda. Mana masalan, men ismaloqni qanaqa iste'mol qilaman? Ertalab o'sha yog'da ozgina qovurib olaman ismaloqni va ustiga tuxum chaqaman. Mana juda ham foydali, oqsilli, juda ham foydali nonushta tayyor bo'ladi. Shunday ekan azizlar, ismaloqdan nonushtaga iste'mol qilishingizni tavsiya etamiz. Bu juda ham foydali. Qolaversa, o'sha bargi katta bo'lsa deb o'tib ketdingiz, misollarni ham keltirsak, yana ham tushunarli bo'ladi. Albatta, mana hozir juda ko'p bizda ishlatiladi rukola, keyin kale bargi,
iceberg salati, Iceberg salati. umuman shu salat mana bizda e'tibor beringlar, mehmondorchilikka borsangiz ham, ko'cha-kuyda ham, o'zim uyda ham biz salat bargini nimanidir tagiga yasatib qo'yamiz. Oxirida ko'rsangiz faqat o'sha qolib ketadi. O'shani yeyish kerak. O'shani birinchi. albatta yeyish kerak. Chunki mana ko'plar o'ylashadiki, pomidor, bodring yesam bo'ldi, men demak sabzavot yeyapman, menga yetarli deb o'ylashadi. Lekin aynan pomidor va bodringlarda foydali kletchatka kamroq. Boshqa Suvda endi ko'proq tarkibi ularda. suyuqga yaqin bo'lgani uchun. Shuning uchun albatta o'sha bargi katta bo'lgan ko'katlarni iste'mol qilishimiz lozim. Keyin yana bitta narsaga urg'u bermoqchi edim. Albatta biz mavsumiy ovqatlanishimiz kerak. Buni ilmiy izlanishlar isbotlagan va xalqaro o'sha olimlar hamjamiyati har doim aytadi. Sizlarni hududingizda mavsum bo'yicha nima yetishadimi, o'sha mavsumda o'shani iste'mol qilish kerak. Masalan, bizlarni ko'plar qishdan kuzda tayyor bo'lgan narsani qishdan o'tib bahorda yeyishi mumkin yoki bahordagi qanaqadir mevalarni qishda yeyishi mumkin. Mayli, lekin aynan mavsumida yeyish, iste'mol qilish sog'liq uchun juda katta foyda beradi. Feruza opa, o'sha sumalak haqida gapirganda bir narsani o'ylab qoldim. Sumalak o'sha bug'doyni undirilib, keyin tayyorlanadi. Bizda loviya, moshlar bor. Ularni ham o'sha internetlarda ko'rganman, undirib, Albatta. keyin Salatlarga ishlatsa juda solinadi, foydali iste'molga. deyishadi. Haqiqatmi bu? To'ppa-to'g'ri. Chunki ko'kat bo'ladimi, sabzavot bo'ladimi, endi unib chiqayotgan paytda u vitamin, minerallarga juda boy bo'ladi. Chunki mana o'zingizlar aytinglar, sabzavot yoki meva yoki boshqa ko'katlar qariganida mazasi ham o'zgaradi-ku. Ha, albatta. Xuddi shunday. Chunki u yerda foydali narsalar kamayib, zararli narsalar ko'payadi. Shuning uchun ta'mi bilan bildiradi o'zini sabzavot, ko'katlar. Mana chesnokka ham farqli o'ylaylar, endi o'sib chiqqani Mazasi. yaxshimi yoki Aha, eski chesnokmi? Yengisi. Xuddi shunaqa. Shuning uchun mana yana bir bor mana u tasdig'ini o'zingiz aytdingiz, sumalakni o'sha bug'doydan yangi unib chiqqani uchun qolgan mahsulotlarni ham masalan moshi albatta aynan moshni olib suvga solib o'stirishadi odamlar. Boshqa dukkakliklarni ham. Chunki aynan o'shanda foydali narsa bo'ladi. Keyin mikrozelen degan narsa chiqqan, mikroko'katlar. Ular ham xuddi shunaqa. Ular aynan o'sha yoshligida yeganida juda ham foydali. Demak, unda bug'doyni undirilgan holatda bu sumalakda odatda siqib, keyin suvlari solinadi-ku. Demak, o'zini ham salatlarga qo'shib, shunday ungan bug'doyni iste'mol qilsa bo'ladimi? Albatta, bu endi individual. Kimgadir bu oshqozoniga to'g'ri kelmasligi mumkin. Lekin xohlagan donni bemalol o'sha iste'mol qilish mumkin. Asosan men urg'u berardim. Qanaqadir narsani bizani taomlanishimizga qo'shganda qadam-ba-qadam, sekin-astalik bilan qo'shish kerak. Chunki masalan, bir marta bir nimani yesa inson umuman yoqmasa, keyin og'ziga olmaydi. Lekin foydali narsalarni ko'proq iste'mol qilish kerak. Shuning uchun har kuni ozginadan biz taomlanishimizga qo'shsak, o'zimizni o'rgatamiz. Kattakon rahmat sizga. Biz yana bir bora sizni Navro'z ayyomi bilan muborakbod etamiz. Istaymizki, nafaqat oilangizda, balki ishingizda, kasbingizda ham xuddi shunday ko'tarinkilik, yangilanish bo'laversin. Yangi g'oyalar bilan tomoshabinlarni va barcha o'sha kasbdoshlaringizni xushnud qilib yuravering. Rahmat. Rahmat, tashakkur. Bugungi ma'lumotlar uchun alohida minnatdorchilik bildirmoqchiman. O'ylaymanki, bu ma'lumotlar tomoshabinlarimiz uchun juda ham foydali bo'ldi va o'zlariga kerakli narsani olishdi. Buning uchun katta rahmat. Olgan bilimlaringiz va ulashayotgan ishingiz savobli ish desak bo'ladi. Feruza opa, tilaklaringiz bo'lsa bildirib qolishingiz mumkin. Albatta, mana Navro'z yangilanish bayramidan boshlab sog'lom ovqatlanish tamoyillariga rioya qiling, jismonan faol bo'ling va farovon hayot kechiring. Suhbatdoshimiz Salomatlik va strategik rivojlanish instituti boshqarma boshlig'i, Tibbiyot fanlari nomzodi Feruza Tahirova bo'ldilar.